Sizmi? Allohdan sabri jamil tilayman sizga. Mani savolim yo'q. Xudo xolasa inshaalloh adolat chiqadi, Xudo xolasa inshaalloh. Только духом не падайте, пожалуйста. Bo'lyapti, lekin shuncha insonlarni anaqasi bilan, duolari bilan menga Biz kelayotgan oxirigacha va'dalari mana shuncha odam siz bilan. Feruza opajon, men shu Rossiyadan meni kuzatib boraman, 2 oyda ichiga qo'yib tutab bo'ldim. Духом не падайте, пожалуйста. Oxirigacha boring, Feruza opajon. boriladi, albatta boraman oxirigacha. Meni oldimda axir ozmuncha inson turibdimi? Shuncha avalasi xalq turibdi. Shuncha butun jahonda qancha odam kuzatib, hammalari duoda turibdi. Bularning qatorida Dalaluz turibdi mana. Anora turibdi turmush o'rtog'i bilan. Yana qancha qizlar mana chiqishyapti ko'tarilib, jasur qizlarimiz turibdi. U tomondan Qozog'istondan Samat chiqyapti, Bobur Hakimov chiqyapti. Kam odam turgani yo'q. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin, ilohim. Yapti, butun dunyo adolat uchun kuzatyapti. Духом Oson не narsa падайте, emasdan, пожалуйста. meni yonimda Себя yonma-yon крепко yurib, держите. birga yurgan insonlar, bular oson emasda bularga ham, bular juda jasur, mard insonlarda. Bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin Oson hammalaridan, Alloh tutganlarni boshiga alohida solsin. bo'lsin. Hammalarini Allohdan Assalomu alaykum, Feruza opa, savolim bor sizga. Ko'rib qoldimda, bittasi militsiyaniki, больницani qog'ozi, bittasi o'lim vaqti. Tarjimonlik kerak bo'lsa opa, yordam beramiz. Qizlar bor. Militsiyani qog'ozda yozilgan o'lim vaqti boshqa, больницанiki boshqada. Nima bu yerda shu ko'rganim to'g'rimi? Tushuntirib bera olasizmi? Siz qaysi qog'ozda ko'rdingiz? O'lim vaqti bilan anaqani aytyapsiz, militsiyaniki bilan больницанiki ikki xil yozilganda, men ko'rganim, adashmasam. Ancha oldin ko'rdim buni Instagramda. Больницанiki bilan militsiyaniki yozilmagan unda. Unda yozilgan bularni aytgan vaqti bilan keyin больницada berilgan anaqasi, o'lim anaqasi yozilgan. Men o'sha savolni berganimda militsiyaxonada bularga kelgan paytini qayd qilar ekan. O'sha nimada yozilar ekan. Mana shunaqa deb menga javob berishdi. Dedim, uni uyda o'lgan deyapsizlar. Qanday qilib bu больницаga kelganda 2 soatdan keyin qo'shib yozib beryapsizlar desam, bizga kelgan payti yoziladi dedi. Men bilmayman bu qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmayman. Assalomu alaykum, Feruza opamga savolim bor edi, maylimi? Ha, ayting. Assalomu alaykum. Ona yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Hamdardman ona. Men o'zi Chinozda turaman, sizga qo'shniman ona. Tushundim. Ona, anaqa Nozima mana anaqa bormi Ulug'bek bormi bu qamalib qolgan Ulug'bek? Ha, o'sha haqda sizga gapiruvmidi, kursdanmidi Nozima? Gapiruvmidi? U paytda значит o'sha shaharda, o'sha Nozima, o'sha rayonda, shaharda значит avval o'sha yerlarda bo'lganda, to'g'rimi? Mani yonida o'sha atrofda yashagan ekan, qo'shnimidi deb aytdi. Ha, bir joyda bo'lgan bular. Bitta joyda yashashgan, o'sha atrofda, o'sha meni atrofimda o'sha yerda turadi, uzoqda emas. Ho, anita turadi deb oiladan gapirgan, endi qaysi uyni ko'rsatganini aytib bera olmayman. Ho, anita turadi, mana shu yerda yaqin joyda turadi ona, u deb gapirib beruvdi. Nega u jinni basharami deb so'raganimda, yo'q, u jinni emas deb o'sha boyaga aytganimda boshqa bir sabab bo'yicha deb aytib beruvdi. Hozir endi u sababni aytsam tuhmat deb olishmasin deb men aytmay turibman. Vaqti kelganda u haqiqatan chiqadi, xudo xolisa. Tushundim. Bo'ldi. Shuni so'ramoqchi edim. Gapiring. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Gulistonda turaman, Sirdaryoda. 6-mavzeda turaman. Kuzatib kelyapman sizni. Anchadan beri bitta savol qiynayapti meni ham. Bir opa chiqib o'sha voqealarda boshida gapirgan men sizlarga uzr, avval savolim og'irroq bo'ladi. O'shanda aytganki, yoqib olishim kerak,
yoqvoringlar deb aytuvdim sizlarga degan gapirdi qaysidir ayol hozir ismini ham eslolmayapman. Unaqa narsalarga ko'p e'tibor bermasdim. Endi o'sha ayolni ustidan ham ish qo'zg'atiladimi yo'qmi, chora ko'rildimi yo'qmi, shuni bilmoqchi edim. Yo o'sha Vavvor zakonga o'xshab yuraverarmi demoqchiman. Yo, men kelgunimcha bu yerda qizlari, shu o'zimiz o'zbek qizlar uni ustidan yozishgan, faqat posolstvoga yozilgan bo'lgan. Endi xudo xolasa militsiyaga beriladi uni hammasi. Posolstvo hali buni orqasidan ish ko'rganini biz eshitganimiz yo'q. Qizlar talab qilib borishgan, uzr so'rab chiqsin, nima uchun unaqa qiladi? Yana kamiga 70% palon baqa deb yozgan joylarini qizlarga anaqa xafa bo'lishgan, nima haqqi bor unaqa deyishga, bu yerdagi qizlar deb to'g'ri gapirib chiqishgan qizlar. Hozirgi paytgacha unga hech qanaqa chora ko'rilmadi. O'sha yozilgan, lekin yozilgani aniq. Endi xudo xolasa biz advokatimiz orqali mana shu orqasidan yana xuddi shu tema bo'yicha yana o'sha arizalar qo'shilib o'sha ko'paytirib qo'shib nechta odam yozilmoqchi bo'lsa qo'shib yana beriladi, chora ko'riladi. Bizda buning uchun chora ko'riladi. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz, zo'msiz? Rahmat. Mikrofoningiz yoniq. Bandalida endi ovozim eshitilyaptimi? Gapiravering. Siz judayam adekvatniy odam ekansiz. Любой ona sizni o'rningizda, men ham onaman, sizni o'rningizda любой ayol shu ishni qiladi. O'shaning uchun oxirigacha boring. Agar yordam kerak bo'lsa, mana shunaqa prямой efirlar qilib bunisi kerak bo'lsa, biz ham qarab turmaymiz. Men hozir sizga aytavering, gapiravering. Men hozir sizga aytadigan gapim bitta. Siz Koreyaga bordingiz, mana ketyapsiz. Endi sizga mana bunaqa har xil to'sqinlik bo'ladi, anaqa qiladi. Endi onasizda baba og'irlikni bo'yningizga olasiz, boshingizga tosh kelsa ham undoq qaraganda, agar aytganda g'isht kelsa ham, suv kelsa ham simirib, o'sha narsani dabivatsiya qilasiz baribir. Haqiqat egiladi, bukiladi, baribir sinmaydi. Endi faqat olg'a yuring. Bitta narsani aytmoqchi edim. O'sha именно eshikni tagida turgan kamera. Ana o'sha narsani aytmoqchi edim. Ana o'sha narsani ochtirib, jinoiy ish qo'zg'aldimi, qo'zg'almadimi? Qo'zg'aldi. Jinoiy ish qo'zg'algan bo'lsa, o'sha eshikning tagidagi kamera bilan telefonida kim bilan gaplashgan, o'sha ketishidan oldin o'shalarni chiqarsangiz hammasi to'chniy bo'ladi, xudo xolasa. Mana avvalambor sizni oldingizda birinchi bo'lib sizga yordam bo'lib orqangizda suyanchiq bo'layotgan Alloh bo'ladi. Allohim shuni xohlabdi, butun boshli sizga dalil o'z kelibdi. Uni ham odami kam emas. U odamni ham masalan bizachi bundoq o'ylab qaraganda o'sha Avazbekka ham g'ayirligimiz yo'q-da. Faqat bizga mana shu rost akasim siz aytayotganingizdagi adolat. Avazbekka ham g'ayirligimiz yo'q. Faqat biz adolatni xohlaymiz. U o'zidan o'zi anaqa nervinch chiqib ketib, o'zini har xil kuylarga solib, mamnaq qilishi, значит, o'shandan xalq o'ylab qolyapti-da, значит, bunda nimadir bor. Nimaga agar aybi bo'lmasa nervinch qilyapti deb. Mana Avazbek ham o'sha qiziqtirgan o'sha narsa meni ham boshidan menda ham o'sha ovozli xabar chiqib ketdi. Agar o'sha eshitgan bo'lsangiz, birinchi bo'lgan konflikt deymizmi, o'sha gapdan keyin chiqib ketdi, o'sha ovozlidan bo'ldi hamma narsa. Chunki men chiroyli qilib tushuntirdim u odamga, rahmatimni aytdim, lekin odam tushunmadi. Nimagadir o'sha jahl qildi. Men ham u odamga nisbatan hech qanaqa g'ayirligim bo'lmagan o'sha paytlari, o'ylamaganman, lekin hozirgi kunda uni qilayotgan qilg'larini, uni gaplarini eshitganimdan keyin, bilganimdan keyin уже tushunib yetdimki, что haqiqatdan ham bu odamni bu yerda nimadir qo'li bormikan degan narsa meni ham qiynayapti. Barakallah. Men ham o'sha urg'uni, o'shanga berdim-da. Chunki kalavani uch o'shanda-da. Mafiyani boshlig'i o'sha. Savol beringlar, iltimos. Hamma
Ayblamayman-u, lekin bu yerda baribir nimaga ular nervinchit qilib mana qilishayotganiga men tushuna olmayapman. Halizgacha shu vaqtgacha nimaga bu ona adolatni haqiqatni bilmoqchi-da. Nimaga haqiqatni bilmoqchi bo'lganda ular nervinchit qilib mana qilishyapti. Nabarot bizga